Siz hozirgi zamon tashqi plani jonliqqa munosabatli sirliq joyning qayerish ekanligini bilamsiz. Bu yer dal 51 rayon. 51 rayon Nevada shtatining janubiga joylashgan, dastlabda Amerikaning yangi tipdagi havo armiya ushqunlarini tadqiq qilgan joyi bo'lib, bu yerga munosabatli har qanday uchur va ishlar qattiq maxfiy holatda tutilgan. Hatto Amerika zongto'nining bu yerni xohlagancha ko'zdan kechirishiga, uchar qanotlarning bu yerning havo bo'shlig'idan o'tishiga ruxsat qilinmagan. Ammo intayin maxfiy tutilgan bu joy bir qisqa filmning tarqalishi sababli kishilar tarafidan tashqi plani jonliqlarni tadqiq qilgan joy deb atalib qolgan. Undaqda 51 rayonda rostla tashqi plan odam bormi? Bu yer zodi qanchalik sirliq? 2014-yili 6-oyda Amerikaning yuqori darajali tadqiqotchisi Boyd Boshman saqaymas kasal giribdor bo'lib qolgan. O'lib ketishdan avval u o'z hayotidagi eng maxfiy sanaladigan 51 rayon munosabatli maxfiyatlikni oshkorlab o'tgan. Hamda tashqi plan odami rostla mavjud, insonlar bilan birlikda xizmat qilmoqda degan. Boshman bo'lsa ilgari Amerikaning eng chong harbiy sanoat fan texnik shirkatining birisi bo'lgan Lockheed Martin shirkatida ishlagan. Nurg'unlagan yangi patentlarga erishgan. 40 yillik xizmat hayotida uning eng cho'nqir ta'sir ko'rsatgani dal 51 rayon bo'lib, ayni chaqda u bu yerda insoniyatga tava bo'lmagan narsalarni ko'rgan. Shu sababdan u o'lib ketishdan avval qisqa film ishlab, bu ishlarni insoniyat bilishi kerak degan qarorni chiqargan. Qisqa filmda 51 rayonning ikki qism suratlari bo'lib qolmay, yana UFO va tashqi plan odamiga munosabatli uchurlar qochilangan. Bu narsalarni qanday topgandi deb o'ylayapsizlar deyman. Bu savol qarta Boshman ekranda ko'rsatgan bu suratlarning hammasini ayni chaqda o'ziga tarqatilgan tasvir hosil qilish apparati va o'zining apparat orqali maxfiy tortib olganligini aytgan. Suratdan biz tashqi plan odamining qiyofatini hamda uning aql parosatli jonliq o'xshaydigan alaylikini ko'ra olamiz. Buningdan boshqa Boshman yana tashqi plan odamlarning o'rtacha bo'yi egizligining 1,5 metr kelganligini, insonlarga o'xshash jonliq putqulga ega ekanligini, aloqalash jihatda qalb va his tuyg'u orqali aloqa qilganligini aytgan. Buni u ayni chaqda tashqi plan odam bilan hamkorlashib xizmat qilganini bayqagan bo'lib, ular bilan aloqalash jarayonida u yana tashqi planga munosabatli hayron qolarlik ishlarni anglagan ekan. Boshmanning har xil tushuntirishini anglab nurg'un kishilar u birdamlik tadqiqotchi, uning degani rost deb uning qat'iy ishongan. 2014-yili 8-oyda yana bu ishni oshkorlab 2 oydan keyin u o'lib ketgan. Ammo uning 51 rayon to'g'risidagi bu so'zlari hozirgacha munozara qilinmoqda. Bu ish qarta NASA taraf ifoda bildirib 51 rayon haqiqatan mavjud. Ammo u hargizmi tashqi plan jonliqini tadqiq qilgan joy emas, balki bir oddiy havo armiya bazasi degan. Garchi bu gapga nurg'un kishilar ishonmagan bo'lsa-mu, ammo Boshmanning ba'zi gaplari haqiqatan odamni gumonga solib qo'ydi. Uning gaplari xuddi fantaziyalik kinolardek mubolag'alashtirilgan. Mayli uning degani rost yoki yolg'on bo'lsin, biz yanil po'latdek isbot bo'lmagan ahvolda faqat uningga shundaqmidi degan javobni bera olamiz.